Akajonlarni bu nimaligini bilasizlar ha? Bilganlar kommentariyaga nomini yozib qo'yinglar. Sizlarga 3 xil turdagi segment yasab qo'ydim. Bunisi bolachasi bo'ladi. Bunisi dadasi bo'ladi. Mana bunisi bobosi bo'ladi. Aka sizga qaysisidan kerak? Xohlaganingizni yasab beryapmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu 50 lik segmentimizni tegi polni almashadi, razborka, sborka bo'ladi. Olinadi, qo'yiladi, yonboshga suriladi. Ha, bunimizga pastki qismi olinmaydi, faqat tepa qismi olinadi, yonboshga suriladi, olinadi, qo'yiladi. Bunimiz uzunligi 1.30 aytayotgandek. Bunisi 75 sm bo'ladi. Buni ham tegi ham olinadi, bu fartiga ham olinib qo'yiladi va tepasi ham olinib suriladi. Aka sizga qaysisi qiziq? Xohlaganingizni yasab beramiz. Aka bog'ni ichidasiz. Faqat zakaz berib qo'ying aka, srochniy demang. Bizning ishimiz ko'p. Hammasi ochretdan navbat bilan qilib beramiz aka. 15 ga 20 kun oralig'ida stanovkasini olib, qo'ng'iroq qilib. Video ostiga nomer qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqing, to'liq ma'lumotni beramiz. Obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yamiz, telefonni o'rtoqlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha.